Assalomu alaykum hurmatli To'fa MDF eshiklari kanalimiz kuzatuvchilari. Tuzuymizlar. 5 ta eshigimizni Samarqand Pastdarg'om tumaniga yo'lga tushgandik. Mana yetib keldik. Topshirdik egalariga sifatli holatda. Qarshaqara qishlog'i deb qo'yinglar. Bo'ldi-da. Eshiklarimiz 5 ta eshik bo'ldi. 4 ta bir qanotli, bitta ikki qanotli eshik bo'ldi. Nalishliklar bilan komplekt holatda, ana o'rtasiga kaspaylar bilan keldi. Zamoylar bilan komplekt holatda qo'yilgan holda rezinkalar bilan chiroyli qilib olib kelib berdik. Akalar, kimga shunaqa sifatli MDF eshiklar, romlar zal bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Vodiy Toshkent bo'ylab dastavkalari, ustunovkalar bilan bo'ladi. Voha viloyatlariga dastavkalar bo'ladi. Akalar, kuzatishda davom etasizlar, zal odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Qimmat qanaqa rang fasollar, ya'ni yangiliklar zarur bo'lsa, 94 kod bilan 449 4049 raqamda Telegram, Imo, WhatsApp ishlab turibdi. Murojaat qilishlari mumkin. Kataloglar tashlab beramiz. Kuzatishda davom etasizlar akalar. Sog' bo'linglar.